oddiy narsa, odamlar tushunmaydi, shu narsani tushuntirishga harakat ham qilib ko'rmaydi. Mana ko'pchilik Tracker, Onyx qattiq, jo'ski ekan deyapti. Buni sababi mon qaranglar mana. Oddiy, juda oddiy. 470 gram kelyapti ikkita sanli blogi, ya'ni bir juft sanli blok ikki tarafiga qoqiladi. Endi ko'pchilik aytadiki, Cobalt mashina yumshog'ida, Cobaltga o'xshamayapti. Nima uchun desa, mana sababi. Ko'ryapsizlarmi? 540 gram kelyapti. Bittasiga Trackerda ikkita sanli blogi to'g'ri kelmayapti. Ya'ni ularni ushlashi, boshqasi zo'r buni. Moshni bo'ladi, xudo xolasa buni qoqib qo'ysanglar, lekin birga bir tushmaydi bu holatida. Mana hozirda mana shu sanli bloklarni Qo'qonga dastavka qilib yuboryapmiz Andijondan. Ko'rib turganinglardek birga bir qilib tayyorlab berganmiz. Buni o'zingizlar qoqtirib olsanglar ham bo'laveradi. Xohlagan ustaxonalarda bir 80 ming 100 ming so'mga qoqib beradi. Bu toshbaqalarimiz narxi 250 ming so'm jupi. Kimga kerak bo'lsa pastdagi raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Bundan tashqari avtoservisimizda Vibrastent xizmatlarimiz ham bor. Hadovoylarda chiqmayotgan muammolarni qo'yib topib beramiz. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib keringlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqa qiziqarli, foydali videolarni kuzatib borasizlar. Videoga maksimalni like bosib, podдержка uchun yaxshilar 10x Tracker minadigan barcha yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Salomat bo'linglar.